kechga qoldingiz. Ya'ni? Kecha meni Fotiham bo'lgan. Tushunmadim. Qanaqa Fotiha? Dadamni o'rtoqlarini o'g'liga. Endi bildingizmi? Sizga nimaga to'xtovsiz telefon qilayotganimni? Nima deyapsan? Hazillashyapsanmi? Hammasi tugadi. Bu hazil qiladigan narsa emas. Bu hazil emas. Bugun siz bilan oxirgi marta ko'rishishim. Xudo xohlasa, hammasi yaxshilikka. Fatihasi bo'lgan qiz begona erkak bilan ko'rishishi noto'g'ri narsa. Sen Sizga ham chiroyli baxt tilayman. Xudo xohlasa, yaxshi, aqlli, uyim joyim deydigan qiz uchiring.